Assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Kunlashib o'tiribdi, charchab qo'yapsizlarmi? Sizga ham assalomu alaykum, yangi tomoshabin. Mani kanalimda turgan bo'lsangiz, shunda podpiska knopkasini bosing. Bosing, tortinmay. Albatta, bu kanalda yangi o'yinlar va shunga o'xshagan narsalar chiqib boradi. Kuzatishni davom eting. Bitta obunani bosib qo'ysangiz, hamisha sizni rekizdan chiqaraveraman. Unda sizlarga bugun ko'rsatadigan va Minecraft sirlarini ochadigan bir ikkita sirlar bor. O'shani aytib o'taman. Uning uchun bizga kreativ rejimda bo'ladi. Birinchi yuravergan paytingiz mana yerda pastdan mana bunaqa narsa kemalar chiqib boradi. Buni hozirgacha hech kim bilmaydi nimaligini. O'shaning uchun bu kemaga tushamiz hozir. Kemaga tushamiz sekin. Pastroqlaridami aylansanglar sandiq chiqadi mana bunaqa. O'sha sandiqni bossanglar ichidan daftarmi chiqadi, allaqanday narsalar chiqadi. Bu xaritada bolalar. Endi bemalol chiqaversanglar bo'ladi. Buni mana qo'lga olsak yaxshi bo'ladi demoqchiman. Keyin bu xarita ozginadan keyin yangilanadi-da, ozginadan keyin yangilanib boshlaydi o'zi. Ana ko'rayotgan bo'lsanglar yangilanyapti. Bu ana yerda plus, aniqrog'i X yozuvchasi bor. O'sha yozuvchaga sekin borsanglar, xazina yashirilgan bo'ladi. Aslaha va shunga o'xshagan bo'ladi, lekin la'natlangan xazinani, la'natlangan aslahani kiymang. Chunki o'yin oxirigacha mana shu aslahada yurasiz, yech olmaysiz. Tak, mana shu yerda. Adashmasam qumni orasiga yashiriladi bu narsa. Bir marta bu xazinani topish uchun ishoninglar, mana shunaqa joyda kovlab yo'q qilardim-da. Hozir sekin kovlayotganimiz sababi, hozir tez kovlasam sandiqni sindirib yuborishim mumkin. Mayli, men topolmadim. Agar sizlar topsanglar, kommentariyaga topdim, o'xshaydi ekan deb yozib ketinglar. Ungacha men yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Quruqlikka o'tasizlar. Quruqlikka o'tasizlarda kirsanglar, mana misol uchun mana bunaqa yonadigan olovcha bor. Bu olovcha mana misol uchun sizlar tutuni uzoqqa bormaydi. Yo'qolib ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Bu tutundan nimada foydalansanglar bo'ladi, bilasizlarmi? Masalan, biron bir joyda yotoqxonangiz bo'ladi, masalan, biron narsa qurib qo'yasiz-ku, o'sha narsani tunda topolmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun tunda kunda ana shu nima deydi, topib olsangiz bo'ladi tutun orqali. Qanaqa qilib? Buni shundoq kirasizlardagin hozir topib olay qilibdi. Hech topolmayapman-da.
Ha, yana bitta narsa. Mana bu qovoq bor-ku, buni kallarga kiysalar bo'ladi. Mana bizga hozir bu narsa kerak emas. Hozir bizga somon kerak, somon. Aniq mana shu yerda bo'lishi kerak somon. Bu yerda emasmikan? Mana somon. Mana bu somon olasizlar. Mana birinchi shuni yerda kovlaysizlar-da mana. Yerda kovlaysizlar, bitta qo'yasizlar. Keyin ustidan bitta qo'ysanglar, mana ustidan bitta qo'ysanglar. Shuni qaranglar. Ancha uzoq ketadi. Tepaga chiqib ketadi. Shuning uchun mana misol uchun uzoqdan kelyapsizlar ham, mana uzoqdan inilar ko'rinmoq, mana uzoqdan ko'rinadi. Kechasi bu tutun yonadi. Tushunyapsizlarmi? Juda ham yaxshi ko'rinadi. Keyin ko'rsatadigan narsam, mana misol uchun tomorqalar bor mana shu yerda. Bitta narsa olaylik. Bizga mayli, mana sabzi kerak. Mayli, sindirib qo'ydim, lekin mana yerga eksanglar, uni ham bekordan bekor sindirganim yo'q. Mana shu joyga eksdinglar, endi bizga suv kerak. Suvda shuna qo'yib qo'ysanglar, arilar bunga gektar beradi va nima desam bo'ladi, o'simliklaringiz juda yaxshi va juda zo'r rivojlanadi. Aslo buni sindirib qo'ymanglar. Sindirib qo'ysalar, mana misol Surivalda sindirib qo'ysalar, arilar chiqadi-da. Olib ketmaymi ekan? Mana bunday joyga qo'ysaydim bo'ladi. Shuna qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi. Yaxshi va zo'r rivojlanadi-da o'simliklaringiz. Endi yana bitta narsa. Masalan, Surivalda uchmoqchisiz. Surivalda uchib yurmoqchisiz. Oddiy, mana misol uchun mana bunaqa uchib yurmoqchisiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'chirtda hamma bilgan narsa bu qanot. Mana. Qanotni qo'yib oldingiz. Endi mushak. Mushak nima deb qiziqyapsizlarmi? Qaranglar unda. Mushak bu tepaga otiladi-yu, o'sha narsa. Buni olasizlar-da, mana hozir Surivalga o'tib olay. Bu yerda modda qo'shmaganman, moddani qo'shib qo'yaman. Juda yaxshi bo'ladi. Mana Surivalda uchyapman, Surivalda. Lekin buni uchishdan oldin bor-ku, aslaha kiyib olinglar. Aslaha kiymasalar joninglar tez ketadi. Yana bitta fishka Minecraftda. Pastroqqa tushsanglar, bazani o'zida pastroqqa tushsanglar mana narsa bor. Bu narsa sizlarni berasmiy chit yozishinglarga yordam beradi zonani ichida. Misol uchun joninglarni masalan Survival Creative'ga o'tkazsizlar. Bitta mana bunday chiziqcha qo'yasiz. Gamme mode keyin izidan S degani kreativ degani.
bu o'zbekcha S bo'ladi degan bo'lsa, survival degani. Shuni buyurtmay beradigan bo'lsalar, ana ular kreativlasizlar. Hech qanaqa problema yo'q. Yana qanaqa qilib o'tishimiz mumkin survivalga desalar, ya'ni xuddi shuni yozasizlar. Bu safar S yozasizlar, o'zbekcha S. Yuborsalar bo'ldi. O'lib qoldim. Nima hech qilsa yo'q. Tak. Yana reset beramiz. Bizga yana ham bitta fishka. To'g'ri, bularni titlarini bila olmayman, lekin shuna kirasizlar. Mana bu yerda chiziqcha bor, bilasizlar, chiziqcha. O'shani ustidan bossanglar, chunki boyagi chitga yoqdilar-ku nastroyinkadan. Yoqqaninglardan ko'ra mana shu narsa chiqadi. O'shanga kirasizlar, o'shani bosasizlarda mana. Bittasini bossanglar, mana o'rtog'inglar bilan ulanib o'ynagan paytingizlar teleport chiqadi. Ular uni o'zinglarni oldinglarga olib kelish. O'zinglarni bo'lsa uni oldiga olib borish. Teleport. Bilasizlar-ku nima deyish. Timi bu kunni boshqarasizlar. Bunda aytganda sizlar sehrgarsizlar. Oxirdagi bo'lsa ob-havo. Yomg'irli qo'rasizlar. Xohlasanglar chaqmoqli qo'rasizlar, xohlasanglar qorli qo'rasizlar. Shunaqa, lekin menga hozir oddiy kun kerak. Yana ham bitta fishka. Sizlarga mana hozir portal qurishni o'rgataman. Portal uchun bizga kerak bo'ladi oddiy buni nima deyiladi? Obsidianmi? Shunday. Obsidian. Endi tilim kelishdi, uzr. Yerdan qozib olasizlar, shunaqa qilib. Yashashini yo adashdimmi? Bunisi ekan. Bu obsidian ekan. Yana ham bitta gap. Bu narsani qo'yayotgan paytinglar, kreativ payti, survival payti, opshim ehtiyot bo'lib qo'yinglar. Nazorat bilan. Chunki bu qo'yildimi, sindirish juda qiyin. Keyin buni qo'ydinglar. O'zinglar 2 blokka sig'asizlar, shunga moslab 3 blok qilib quringlar. Bu narsani shunaqa qilib yasashinglar mumkin anodan. Lekin bu portal sal kichikroq bo'ldi, lekin buni o'lchamini to'xtatish yo'li yo'q. Xohlasanglar, katta xohlasanglar, mayligina qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir men vaqt ko'p ketib qolmasin deb mayligina qurdim. Keyin bunaqa onar tosh olasizlar. Onar tosh bilan sekingina yoqsanglar. Yo'q. Haqiqatan ham bitta narsani xato qilibmiz. Buni kichkina qilib emas, kattaroq qilish kerak ekan. Keyin bo'ldi. Mana, okey. To'xtalaydi. Hozir. O'sha haqiqatan ham shumi? Shu ekan-ku. Xo'p, to'xtanglar, men xato qildim yoki. Yerga tiqmay olsak-chi, lekin yerdan energiya olish kerak-da bu. Tak bolalar, shuni qurasizlar. Menimcha bo'ladi-yu. Bu nimaga o'xshamayapti? Nimani xato qildim? Menimcha buni bunday qilish kerak edi. Asos bolalar. Yes qilamiz. Bo'ldi, mana. Aytdim-ku, yerdan energiya olish kerak dedim. Keyin bu yerdan shuni o'tsanglar, haqiqiy va original Nezerga o'tasizlar. Nezerda nima qilaman? U yer faqat olov-ku desanglar, nima qilasizlar, bilasizlarmi? U yerda ana, misol uchun
Bu yerda aytib qo'yay, bu yerga suv olib kelib o'tirmanglar, foydasi yo'q. Suv ishlamaydi baribir. Sizlar bu yerdan qizil qal'ani topishinglar kerak va qizil qal'adan olovli tayoqchalar olasizlar. Survival payti dragonni oldiga borish uchun. Hozir bu yerdan eson-omon chiqib olsam, sizlarga yana bitta narsani o'rgataman. Mana keyparta. Yana shundoq kirasizlar, mana shatli shundoq kirasizlar-dayam. Ob-havoni shartta to'g'rilab yuborasizlar. Agar men prosta tak dragonni oldiga bormoqchiman desanglar, dragonni oldiga prosta bormoqchiman desanglar, kreativda ham uni o'zini narsalari bo'ladi. Hozir to'xtanglar, ko'rsataman. Buni qaytib yuboraylik-da kreativga. Buni qaytib yuboraylik. Короче, bu yoqqa kirasizlar. Pastroqqa tushadigan bo'lsanglar, mana bunaqa narsa bor. Bunga keyin yotoqqa o'tasizlar ham. Ko'z, menimcha ikkala ko'zdan mana o'zi ketsa kerak. Qaranglar, buni faqat o'z sonlari bor, buni qurishda. O'z sonlari bor. Masalan, 3 ta 4 ta mana qaranglar. 1 2 ta 3 ta 1 ta 2 ta 3 ta. Diqqat bilan ko'ringlar, o'rganib olasizlar. 1 ta 2 ta 3 ta. 1 ta 2 ta 3 ta bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi bolalar. Xato qilmanglar, 3 ta 3 ta bo'ladi. Keyin ko'zlarini bor-ku, strelka o'zlaringga qaragan bo'lsin mana. Bunday qilib o'tirasizlar ekan, o'tirgan holatda bo'ldi, to'g'ri bo'ldi. Voy, azob-ku bu. Mana. Juda jichcha xato bo'ldi, endi chay o'zlaringiz kechirasizlar. To'g'rilab qo'yasizlar. Sira jasib tashamanglar. Oldindan ogohlantirish. Kafolat bermaymiz. Mayli, birinchi chiqib chiqaylik. Xatolarni keyin qilamiz. Вообще hammasi xato bo'ldi. Tak, endi nima qilasizlar bilasizlarmi? Yana qaytadan qo'yib chiqasizlar. Voy! Dragonni qal'asiga bordik-ku. Endi bitta yo'l bilan qaytsalar bo'ladi. Dragon bilan sola-sol bo'ladi-da. Davay bolalar, dragonni onasini emdiraveramiz. Onasini eminim deydi-ku. Birinchi o'chirda dragonni oldiga kelgan paytida uni yutish uchun jon beradigan narsalarni o'ldirasizlar, aniqroq jon xaltasini. Chunki prosta teginsalar bo'ldi. Hammasini urib chiqasizlar, lekin o'lish juda qiyin. Jon kubi. Kreativ zo'r narsada o'lishingni bilmas turib, xohlagan ishingni qilib yurasan. Qaranglar, Minecraft dunyo bo'yicha eng zo'r o'yin deb belgilangan. Chunki bu o'yinda erkin dunyo. Xohlagan ishlarni qilishinglar mumkin. Xohlagan narsalarni qilasizlar. Eng oxirdagi qilish eng kuchlisi deb bilaman o'zim.
Maslahatim kreativda bo'lgan paytinglar izidan qo'yib bermanglar. Mana shu yerga kelib turib olsanglar bo'ldi. Sog' o'tirasizlar, kreativda bo'lsalar, agar survivalda bo'lsalar, sizlarga ham hujum qiladi. Ehtiyot bo'linglar. To'g'ri, oson o'lmasinglar mumkin, lekin juda ham zo'r jon ketkazadi. Baqa kel. Qo'ling qaltiramay o'lat, testosteroniga ham yaxshi ursang bo'lmaydimi? Okey. Kutyapman. Kallasiga songlar kelgan payt, kallasiga songlar. Yaxshigina o'limi tez bo'ladi. Solib, tanlayman. Yana ozginchadan keyin dragon bilan xayrlashamiz va levellariga ega bo'lamiz. Menimcha bu Minecraftga juda qiziqib qoldim. Yangi video olsak ham kerak, bundan keyin ham. Yana ozgina, yana bitta qo'nsa hisob. Yana bitta hisob. Ozgina kutinglar bolalar, ozgina kutinglar. Mana shu oxirgi life hack bo'ladi. To'ta minutdan o'tib ketdi, 3 minut bo'lib ketdi, 23 minut bo'lib ketyapti. Montaj qilishdan azob buni hali. Mana bolalar, va nihoyat dragon o'ldi. Hozir levellar otilishni boshlaydi. 3, 2, 1. Mana. Keyin terib olsalar shunaqa qaytdi. Keyin o'z uyimizga qaytishdan qanday bir ulug' sovg'a bor. Ketdik bolalar, o'zimiz uyimizga qaytamiz. Videoni shergacha ko'rib kelganlar uchun Abdushi rahmat. Men bilan qoling. Yangi obunachi sizdan podpiska bosib qo'yishni unutmang.